Men narsalarning eng yaxshisini tanlayman. Eng yaxshi ahang, eng yaxshi o'quvchi. Kundalik buyumlarimiz uchun texmi shundaq. Ishki dunyomiz bir xil bo'lsin-ki, tashqi qiyofatimiz rangdor, go'zal bo'lsin. Men faqat xollarim choch bo'yoqlari bilan sochlarimni rangdor, go'zal qildim. Xollarim mening sirim bo'lib keldi. Xollarim yuz yuyish malhami. Sog'lom, parqaroq ay yuzimiz xollarim bilan texmi jo'nalansin. Xollarim. Muazzam! Ha mana. Hoş efendim. Ya bu neçe puluk uyguram ama? Bu 20 koyuluk ürün. 20 koy? Ha. Ya bu 20 koyluk uygun işi burada göz görmeden. Ha, şimdi efendim. Hazır zaman terk etti. Hazır degan kancıncı yer efendim. Biz abi göçnü olma ürünün xemirisini bivasita aralashtirib. Yusufjon, Ha? bir xil kayfiyatim nacharya meni. Bugun nima bo'lding sen? Bir xil ko'nglim yerim shu. Odamning kayfiyati yaxshi emas vaqtda iloji o'zi kayfiyatini yaxshi qilib. Qanday yaxshilayman shu? Muzikanlar, naqshe, usul o'ynasanmi bunda? Bir usul o'ynayli. Qanday bo'la? İşte mobil ishxonamizda mana hech kim bo'lmasa, men telefonim bir naqsh olib qo'yaman. Ha, bitta o'ynaylaysan, kayfiyating yaxshi bo'ladi shu bo'lsa. Ha, Eclanmıyordum ha? kayfiyat nereden açıldı? Tansiyona bakalım. Oo. Ha? Doktor, ben sırtqa chiqib kelaman sırtqa. Tansiyona bakalım.